Ha, boshladik bo'lmasa. Hozir bir minut. Demak, bugungi mavzu hafta kunlari ekan, bolalar. Yaxshilab e'tibor qilasizlar, bu mavzu juda ham ajoyib mavzu. Masalalari ham oson emas. Demak, tasavvur qiling, mana 17-mart. 17-mart. Bugun qaysi kun? Dushanbami? Dushanba. Keyingi dushanba qachon bo'ladi? 6 kundan keyin. 7 kundan keyin. 7 kundan keyin. 24 bo'ladi. 24 Demak, bir hafta 7 kunligini hisobga olsak, yana 7 kun qo'shishimiz kerak bo'ladi. Demak, 24-mart yana dushanba kun bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Qani bir kalendar tuzib olaylik-chi. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, Juma. Shanba, yakshanba. shanba, yakshanba. Hop, 17-mart dushanba ekan. Mana shu yerdan 17 deb qo'yamiz. Endi qolgandan to'ydirib chiqish kerak. Undan oldingi dushanba nechinchida bo'lgan? 10-da. 10-chi to'g'ri. Undan oldingisi. 3-da. 3da. Demak, oldinga qaytish uchun 7 ayiramiz, keyinga ketish uchun 7 ni qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Keyingi dushanba qaysi kunda? 24. 24. Xo'p, qani qolgandan to'ydirib chiqaylik endi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana 22, 23. Mart nechinchi chisodan qaytadi? Mart oyida necha kun bor? 31. Biz qani bitta shuni qarab olaylik, bolalar. 31dan ustoz. Demak, aniqlashni osonroq usulni kim biladi? Hozir qaraydi. Qo'limizni ham ushlaymiz. Sanashni boshlaymiz. Yanvar o'rtasiga, demak, fevral deymiz, xo'pmi? Demak, yanvar oyida 31 kun bor. Xuddi o'shanda ketdi mana. Yanvar, fevral 30 kun. Mart 31. Martdan keyin qaysi oy edi? Aprel. Aprelda demak necha kun ekan? 31. O'rtaga tushyapti. Demak, 30 bu. Mana yanvar. Demak, mana shu joylarga to'g'ri keladigani bu 31 kunliklik. Qaranglar, sanab o'tamiz. Fevralda bilamiz 28 kun, 31 mart. Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul. Iyuldan keyin boshdan kelamiz. Avgust. Nima deganda? Iyulda ham 31 kun. Bolalar, iyulda. Avgustda ham 31 kun ekan. Avgustdan keyin sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Dekabrda yana 31 kun. Xuddi shunday mana martni bilib olaylik demak. Yanvar, fevral, mart. Mart 31 kun. Tushundingmi? Eng oson yo'li mana shu edi. Davom etamiz endi.
Nima yetmayapti bizlar kalendarimizda? Qaysi sanalar yetmayapti? Birinchi. Bir. 20. Birinchi 23. 23 bilan 24. 23 bilan 24. Birinchisi. Bir. 24 bor. Birinchi. 1 bilan 2 yetmayapti. Bir. 2-mart haftani qaysi kuniga to'g'ri keladi? İkinci mart. Yakshanba. Yakshanbaga to'g'ri keladi. To'ppa-to'g'ri. 1-mart. 1-mart shanba kuniga to'g'ri keladi. Shanba. Hamma tushundi? Hop. Yana savolga javob beringlar endi. Bugun 17-mart. Dushanba. Bugun 17-mart. Hop. Dushanba. 24-maygacha. 24-maygacha necha kun bor? 29 kun. Mana shu orada necha kun bor? Bir hafta. 38 kun ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Hop, hisoblashni nima qilamiz? Qaranglar, bizada mart oyi bor. Martni 17sida biza. O'rtada aprel bor. Undan keyin may bor. 2 oy. Hop, aprelda necha kun? Aprel oyida necha kun bor? 62 kun. 62 kun. Mana 24gacha borishimiz kerak. 30 kun. Aprelda 30 kun ekan. Demak, mana bu yoqda 30 kun deb yozib qo'yaylik. 31 kun. 30 kun. Bo'ldi, bu aniq bizada. 74 kun. 17-martdan mart oxirigacha. Mart 31 kunlik bo'lgani uchun 74 kun. 17dan 31gacha. 31dan 17ni ayiramiz. Necha kun bo'ladi? 14. 14. Demak, 14 kun martni oxirigacha qolibdi. Aprel oyida to'liq 30 kun bor va 24-maygacha. 1-maydan 24-maygacha necha kun bor? 23 kun. 24. 24 kun bor. Bo'ldi. Endi mana shu 3 ta sonni qo'shib chiqamiz. 14 qo'shilgan 30 qo'shilgan 24 bo'ladi 68. 68. 68. 68. To'g'ri. Demak, 68 kundan keyin 24-may keladi. Hammaga tushunarli, ha? Ustoz, yangi mavzuni boshlaylik. Endi mavzuni boshlasak bo'ladi, bo'ldi. Ana endi boshlaymiz. Xo'p, birinchisini kim o'qiydi? Chatga yozamiz. Oyjamol. Ya. Sardor 15 kunlik sayohatga ketayotganida uyidagi kalendar rasmdagidek edi. U qaysi sanada sayohatdan qaytib kelgan? Hop. Demak, ketayotganda 7-may edi, 15 kunlik sayohatga ketgan. Qaytib kelganda qaysi nima bo'ladi? 22-may bo'lmaydimi ustoz? Demak, 7-maydan 15 kun o'tib qaysi sana keladi? 22-may. Demak, 7ga yana ustiga qo'shamiz 15 kunni. 7ga 15, 22-may ekan. Osonmi, qiyinmi? Oson. Mayli, Oyjamol 3-chisini ham o'qiymiz. Ustoz, Qani chatga qaraylik-chi, chatga. Hop, tushunarli, yaxshi, yaxshi. Savollar oson ekan, hozir top 3 talikka aniqlab o'tirmaymiz. Qiyinroq savolga kelganda men top 3 talikka aytib boshlayman, xo'pmi? 3-chisini ham Oyjamol o'qiymiz.
Rasmda kalendarning ustida siyoh to'kilgandagi tasviri ko'rsatilgan. Bu oyning 23 kuni, ha- haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Demak, ko'rinib qolgani mana bu 31. To'g'rimi? Ha, Shuni rangini o'zgartiraylik hozir. Ko'rinib qolgani 31 mana. Bu juma kuniga to'g'ri kelyapti. 20 shu oy 23-kuni haftani qaysi kuniga to'g'ri keladi, deyapti. Nima qilamiz? Ideya bormi yoki vaqtgacha qaranglar, hozir o'ylab biz topgunimizcha vaqt ketyapti. Sizlar chatga yozinglar. Yaxshi savol ekan. Iloji boricha qisqacha yechim yozamiz chatga. Shunchaki javob emas, qayerdan kelganini ham qisqacha yozib o'tinglar. Demak, 31-chi 31da juma bo'lsa, undan oldingi juma qaysi sanada bo'lgan? Oyjamol. noma'lum ustoz. 7 ni ayiramiz. Undan oldingi hafta bo'lsa, bir haftalik 7 kunni ayiramiz. 31dan 7 ni ayirsak 20, necha bo'ladi? 23. 24. 24. Demak, 24-sanasi ham juma bo'lgan ekan. Agar 24 juma bo'lsa, oy 23-kuni qaysi Payshanba. haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Payshanba kuniga. To'g'ri, mana payshanba kuniga, demak 23 to'g'ri keladi. Javob payshanba. So'z chat ko'ring. Endi chatga qaraymiz. Qani, nima bo'lyapti chatda? Chorshanba deganini ko'rdim. Ko'pchilik chorshanba debdi nimagadir. Bir kishi yozsa qolgan hamma chorshanba deb kopiya qilgan. Mana Noila birinchi o'rinda. Tabriklayman. Ikkinchi o'rinda Bibiniso to'g'ri javob beribdilar. Va 3-o'rinda Ilhomiddinov Sardorbek ekan. Tabriklayman. Mana top 3talik o'quvchilarimiz. Alo. Bosib borganman. Yaxshi. 5-sini kim o'qiydi? Mana 5-si. Humoyun Hakimov. Ustoz. Qolganlar chatga yozamiz. Nodir juma kuni 18:00da Buxoroga borish uchun yo'lga chiqdi va bir kuni 11 soatdan keyin uyiga qaytib keldi. Nodir haftaning qaysi kuniga uyiga qaytib kelgan? Demak, juma kuni soat 18:00da Buxoroga borish uchun yo'lga chiqdi. Juma kuni. Juma kundan bir kun o'tib 11 soat qo'shamiz. Hop. 11 soat qo'shamiz. Bu 11:00 da, to'g'rimi? 11 soat va 0 minut. Ha. Necha bo'ladi shunda? Bir kuni 5 soat. Demak, 29:00 bo'ladi. Bu ham bir kun. Bir kuni 5 soat. 24 da ayirsak 5:00 bo'ldi. Xo'p, bizada bir kun bor, yana bir kun. Yana bir kunga bir kunni qo'shsak 2 kun. Demak, bunday qilamiz endi. Juma kuniga 2 kunni qo'shsak, Yakshanba kuni 5:00da qaytib kelgan. demak, javob yakshanba 5:00 ekan. Qani javobiga qaraymiz endi. Chatga qaraymiz, chatda birinchi o'rinda Bibiniso faqat vaqtini ham yozish kerak edi. Ikkinchi o'rinda Muhammad Ali. Vaqti bilan yozganlar sanasak yaxshiroq bo'lardi. Demakki, Oqila birinchi o'rinda ekan, yakshanba 5:00. Oqila birinchi o'rinda, Bibiniso
ikkinchi o'rinda va uchinchi o'rinda Noila ekan. Keyingi aksiya o'quvchimiz Ilhomiddin, Sardorbek, Jaloliddin, Mahdi. Yozganman, qarang. Vaqti bilanmi? Ha, ko'rdim. Muhammad Alida yozilgan ekan tagida. Muhammad Ali birinchi o'rin bo'lib. Muhammad Ali birinchi o'rin, Oqila ikkinchi o'rinda va Bibiniso uchinchi o'rinda ekan. Keyingi yakshanba 5:00 deb yozgan o'quvchilarimiz ham aktiv o'quvchilar qatorida. Qolganlar tezroq harakat qilamiz, chunki masalani tez ishlab qo'yamiz, ulgurish kerak, bizdan oldin ishlab chatga yozishga. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa, joyida so'ranglar bolalar. Keyingi masalaga o'tmasdan savollar ko'rib beramiz. Xo'p, 5-samaga tushunarli bo'ldimi? Savollar yo'qmi? Yo'q. Savol bo'lsa mikrofonni yoqib so'raveramiz. Yoki shunchaki qaytadan tushuntirib bering desangizlar, tushuntirib beraveраman. Yo'q, ustoz. Ketdik. 7-sini kim o'qiydi? Mahdi Karabayev. Xo'p, men savol bergandan keyin birinchi Mahdi Karabayev yozdi. Xo'p, Mahdi 7-sini o'qiymiz. Bolalar, qancha keyinroq o'qisangizlar, shuncha yaxshi, chunki keyinroq qiyin masalalar keladi. Lekin sabr qiltiramiz. Qiyin masalalarga ochirtarish, navbatarish keladi. Mahdi 7-sini o'qiymiz. Bo'luvchi sayyorasida iyun oyida bo'ladigan sanalardan olish kuni deb e'lon qilindi. Natijada bo'luvchi sayyorasidagilar endi iyun oyida necha kun dam oladi? Yaxshi. Iyun oyidagi barcha 10 va 15 ga bo'linadigan sanalar dam olish kuni e'lon qilindi. Bu qaysi sanalar 10 bilan 15 ga bo'linadi? Mahdi, qaysi sonlar 10 ga va 15 ga bo'linadi? Bo'linadiganmi? Necha oy bo'ladi? 31 mi? 31 kun bo'ladi. Demak, bu 10. Yana qaysi son 10 va 15 ga bo'linadi? 15, 15, 20, 20. 25. 25 bo'lib qoldi-ku. 20, 30 bo'linadi. 30 15 ga bo'linadi. Bo'ldi. Bir oyda iyun oyida o'zi necha kun bor edi? 30 kun bor, aniq. To'g'rimi? Demak, necha kun dam oladi? Javob beramiz. Iyul bo'lsa 31 bo'ladi. Iyun 30 bo'ladi. Iyul bo'lsa. Demak, 4 kun dam oladi. Vaqt tushundingmi? Ha, tushundim. Chatga qaraymiz, chatga. Xo'p, Sangina Xudoynazarovada nimagadir 5 ta chiqibdi. 10, 20, 30 yo'q, Sanginada xato bo'libdi. Xo'p, qani, kimda 4 degan javob bor? 31 kun. 45 dan. 4 degan javobni hech kimda ko'rmayman. Bibiniso birinchi o'rinda. Humoyun Hakimov ikkinchi o'rinda va Ilhomiddin Sardorbek 3-o'rin ekan. Qolgan 4 kunda yozganda ham to'g'ri. Xo'p, bolalar, 5 kun deb yozganlari nima xato bo'lganini tushuntiraman. Qaranglar, 30 Yozgan bo'lsangiz. 30 10 ga bo'lsak 3, to'g'rimi? 30 15 ga bo'lsak 2. Shu ikkalasini qo'shib 5 ta deyapti. Bunda nimasida xatosi bor? Hozir tushuntiraman, qaranglar. 30 degan sonni o'zi
ham 10 ga ham 15 ga bo'linadi. Demak, biz 30-sanani 2 marta sanagan bo'lib qolyapmiz. Bitta sanani 2 marta sanaganimiz uchun mana bu javob bizada 4 emas 5 chiqib qoldi. Xato demak mana shunday edi. Bitta yozib sanagan ma'qulroq undan ko'ra. Qani davom etamiz. Endi Men yozganmasni tippepda qarang. 9-sini Bibinsa o'qiydi. Mana Bibinsoniki bo'ldi. Endi tepaga qaraymiz. Qani to'g'ri kim yozgan ekan? Ustoz men o'qiraymi? Hozir to'xtachi. Qani kim men yozganman deyotgan o'quvchimiz kim? Qomadali. Qomadali. Muhammadali. Qani Muhammadali. Hammomni o'chirib qo'ydingizmi? Ha, men o'tsam ovoz kelayotgan ekan. Yoqib qo'yibsiz-da. Ikkovini ham yoqib qo'yyapti. Bilmaydi. Qani Muhammadali men ko'rmadim. Ovoz Bir keldi. kun deb yozganman tepada ustoz. Ha, mana ko'rdim. 4 kun deb yozilgan ekan. 5 tagida. Ha. Birinchi 5 ta, uni tagida keyin 4 kun deb yozilgan ekan. Ko'rdim, yaxshi. Davom etamiz. 9-si Bibinsa. Bugun 20-yanvar bo'lsa, 25 kundan keyin qaysi sana bo'ladi? Yaxshi savol. Nima qilamiz? 20-yanvarga 25 ni qo'shamiz. 45 chiqadi. 45-yanvar bo'lyapti. 14 chiqadi. Endi nima qilamiz? Yo'q, Keyin 45 dan 31 ni ayiramiz. Nima uchun 31 ayiryapmiz? Chunki bir oydan oshib ketyapti 45 kun. Chunki yanvar oyida 31 kun bor. 14 14. yanvardan keyin fevral keladi, 14-fevral bo'ladi. To'g'ri. Ajoyib, juda ham zo'r. Bibinsa 11-sini ham o'qiymiz. Bugun 17-dekabr bo'lsa, 45 kun oldin qaysi sana bo'lgan? Yaxshi savol. Demak, 17 dan 45 ga ayira olmaymiz. Chunki 17 kichik, demak uni ko'paytirish kerak. Undan oldingi oyda necha kun bo'lsa, hammasini qo'shamiz ustiga. Birinchi ishimiz nima ekan? Birinchi ishimiz 17 ga qo'shamiz. Undan oldingi oy. Undan oldingi yanvar. Yo, dekabrdan oldin qaysi oy keladi? Noyabr. Noyabrda necha kun bor? 30 kun bor. 30 kun bor. 30 ni qo'shamiz. 47 bo'ldi. Endi ikkinchi ishimiz 47. Bibinsa, endi nima qilamiz? 47 dan ayiramiz 45 ni. To'g'ri. 2 chiqdi. Bu 2 nima? Noyabr. To'g'ri. Xo'p. Ana buni chatga qarasak bo'lar ekan. Bu zo'r savol. Xo'p. Qani 2-noyabrda kim? Undan oldingisini ham ko'rsak bo'ladi. 14-fevralda birinchi aytaylikchi. Kim birinchi bo'lib? Nurali birinchi bo'lib javob beribdi. Ikkinchi o'rinda Jaloliddin va 3-o'rinda to'xtanglar. Jaloliddin bilan Ilhomiddin Sardorbek redaktoriyasi qilib o'zgartirib qo'yibdi. Edited. Shuning uchun buni hisoblamaymiz. Agar qaytadan yozsangizlar to'g'ri bo'lardi. Demak, 2-o'rinda Mahdi Karabayev. Bosilib ketdi so'rinda. 3-o'rinda yana Nurali ekan. Ya Nurali bir marta yozdi. Oymon Abdunabiyeva demak 3-o'rinda ekan. Tabriklayman. Keyingi aktiv o'quvchimiz bir vaqtda yozgan, o'z aslida Oqila. Qolgani bilan bir xil vaqtda yozgan. Ilhomiddin Sardorbek, молодец. Humoyun Hakimov, Sangina Xudoynazarova, Mahdi Karabayev, Nodira. Hamma bir xil vaqtda yozdi. 19:32 da yozibdi. O'zi aslida hamma top 3talikka hamma kiradi desa ham bo'lar ekan. Mana shu o'qigan o'quvchilarimiz.
I top uchtalikka Bu- yakunlab beradi. Mana Imron degan yozganman o'quvchi. tepada ustoz. Qani, tepada kim yozgan? Nuralidan oldin yozgan Muhammad bormi? Ali. Muhammad Ali Mana. san hammaga jo'natyapsanmi? Chet yozganing ko'rmay Ustoz qolyapti. yana bitta o'qay, oson-ku. Yo, ikkita o'qiding-ku. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Keyingisi 2 noyabr chiqqan o'quvchilarimiz. Birinchi o'rinda Mironshoh ekan. Mana Mironshoh qaytdi. Ikkinchi o'rinda Muhammad Ali va Keyin 3-o'rinda Oqila ekan. Mana to'p 3talik o'quvchilarimiz. Keyingi bir xil vaqtda yozgan o'quvchilar sanab o'taman. Bular ham to'p 3talikka kiradi. Aslida bu Shahboz Tursunboyev, Bibiniso, Nodira 19:34 da javob bergan. Sangina Xudoynazarova bir xil vaqtda javob berdi. Ilhomiddinov Sardorbek, Noila Oyjamol va bo'ldi. Bo'ldi. Undan keyingi o'quvchilar ozgina kechib qolibdi. Davom etamiz endi. 13-sini kim o'qiydi? Oqila. 13-si. Bugun 2024-yil 1-sentyabr Mustaqillik bayrami bo'lib, bundan 4 yil 14 kun oldin Nizom Prezident maktabiga qabul qilingan edi. Nizom qaysi yilda va qaysi sanada Prezident maktabiga qabul qilingan? 2024dan ayrimiz 4, 2020, 2030dan ayrimiz 14, 16-avgust. Demak, birinchi yildan yil ayiraylik. 2024-yildan 4 yil ayirdik. 2020-yil bo'ldi. To'g'rimi? Ha. Ikkinchi ishimiz. Endi 1-sentyabrdan ayirishimiz kerak. 14 kunni. 16-avgust bo'ladi. Demak, 1dan 14 ayiramaymiz. Sentyabrdan oldingi oy qaysi? Sentyabrdan oldingi Avgust oyida necha avgust kun bor? 31 kun. Sanjarga darsiga chiqaman. Assalomu alaykum. Rahmat. Hozir darsiga chiqaman ekan. Bo'ladi, shu yerdaman. Xo'p. Xo'p, ikkinchi ishimiz demak, nima qilamiz? 30dan ayrimiz 16-avgust. Hozir mana yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust 31 kun ekan. Yana 1-sentyabr bor bizda. Bu ham bir kun. O'shandan 14 kun orqaga qaytishimiz kerak. 14 kun orqaga qaytish uchun 14 da ayiramiz. 16. 32 dan 14 16 bo'lmaydi-ku. 32dan 16ni ayirsak 31dan 18. 18-avgust ekan. Bo'ldi. Qani chatga qaraymiz endi. Chat. 17 bo'lmaydimi? 18 Agar bo'ladi. 1-sentyabr o'zini ham hisoblaydigan bo'lsak, 18-avgust bo'ladi. Agar o'zini hisoblamasak, 17-avgust. Qani chatga qaraymiz endi. 17lari ham to'g'ri deb qabul qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Birinchi o'rinda kim ekan? Yanvar bo'lib ketibdi-ku. Nodirada. sentyabr yanvar. Menga avgust degan javob kerak. Avgust degan. Tak, Sanginada 20-avgust bo'lib qopti. 1-2 kun adashishlar bo'lib turadi, lekin aniq javob kerak. Chunki matematika bu aniq fan. Xo'p, Sangina Xudoynazarova birinchi o'rinda 18-avgust. Ikkinchi o'rinda Oqila. Va 3-o'rinda Mironshoh ekan. Tabriklaymiz. Mana top
Uchtaliga qo'shamiz. Ular bir xil vaqtda yozibdi, 19 va 39 da. Ustoz yana o'qiy. Xuddi shunday 18 avgust deb keyingi aktiv o'quvchilarimiz Bibinisa, Oyjamol, Shahboz Tursunboyev, Mo'in Hakimov, Ilhomiddinov Sardorbek. Biz svetini o'chirib qo'y. Muhammad Ali ozgina adashibdi. Muhammad Ali adashib keyin yana to'g'rilab qo'yibdi. Xo'p, Muhammad Alini ham tabriklaymiz. Bo'ldi. Oxirgi to'g'ri javob bergan o'quvchimiz Muhammad Ali ekan. Qolganlar javob bermayapti chatda. Shuncha o'quvchimiz bor. Nimaga javoblar ko'rmayman men? Jaloliddin qani? Maqti Karabayev yozamiz. Imron ko'rmayman chatga yozayotganingizni. Yozganman ustoz, men yozganman. Yo'q. Ustoz, mana Shahboz yozganman. Tursunboyev. Qani Shahboz Tursunboyev? Ha, yozibdi. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, davom etamiz. 15-sini kim o'qiydi? Ustoz yana o'qiy. Muhammad Ali. Ichini o'qiy ustoz. Muhammad Ali 15. Fayzli futbol jamoasi eng yaxshi mahalla futboli. To'xta. Noroziliklar bo'lmasligi uchun 19:40 da yozgan Muhammad Ali man deb. Men savol so'ragandan keyin yana man deb yozdi, o'sha uchun Muhammad Ali dedim. Birinchi baribir Muhammad Ali yozdi. O'qiymiz. Fayzli futbol jamoasi eng yaxshi mahalla futboli turnirida g'alaba qozondi va musobaqaga kubogiga ega bo'ldi. Jamoada 11 futbolchi bor. Kubok navbat bilan har bir bolaning uyida 3 kun bo'ladi va boshqa bola uning qabul qilib oladi. Nodir dushanba kuni kubokni bir marta oldi. Keyingi safar Nodirga bu kubok qaytib kelganda haftaning qaysi kuni bo'ladi? Shanba kuni bo'ladi. Qayerdan bildik? Chunki u bitta aytibdi, chunki 3 kun bo'ladi va bir marta oldi. Nodirga necha kun haftaning qaysi kuni bo'ladi deyapti-da. Keyingi safar Nodirga qaysi kubok bo'ladi? Hop. Nodirda shanba kuni kubok bo'ladi. Har hafta. 11 ta o'yinchi bo'lsa, har birini uyida 3 kundan bo'lsa, demak 33 kun bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha. Xo'p. Endi keyingi safar Nodirga bu kubok qaytib kelganda haftaning qaysi kuni bo'ladi? Demak, birinchi marta olganda dushanba edimi? Dushanbani mamdi 1 deb tasavvur qilaylik mana. 1 deb tasavvur qilaylik. Xo'pmi? Demak, 1 dan 7 gacha chiqsa, biz buni nima deymiz? 7 ni yakshanba deymiz, masalan, 3 chorshanba deymiz, 5 juma deymiz, xuddi shunday. Yo'ladi. Keyingi safar Nodirga bu kubok qaytib kelganda haftaning qaysi kuni bo'ladi? Demak, undan tashqari yana 10 ta futbolchi bor jamoada. Nodirdan tashqari 10 ta futbolchini uyida 3 kundan bo'lsa, masalan, dushanba, seshanba, chorshanba desak, uni ustiga yana Adiba. Mikrofon o'chiramiz. Adiba, mikrofon o'chiramiz. Seshanba kuni bo'ladi. Har xil o'quvchilar borda, har xil odam ko'ramiz. Ustoz kim baqiryapti? Adiba degan o'quvchimiz xursandligidan qo'shiq aytib yubordi. Xo'p, davom etamiz, bolalar, davom etamiz. Demak, yana bir marta. Masalan, shartini ko'ringlar. 11 ta futbolchi bor. Nodir degan futbolchi dushanba kuni kubokni olgan, uni uyida 3 kun turadi. Shuning uchun mana 1+1+1 dedik. U futbolchidan tashqari yana 10 ta futbolchi bor. 10 ta futbolchini uyida 3 kundan tursa, 30 kun davomida turadi. To'g'rimi? 11 ta ustoz. Demak, jami 33 kun bo'ldi. 33 kun haftani qaysi kuniga to'g'ri kelishini bilish uchun
Buni 7 ga bo'lamiz. Chunki har hafta 7 kundan iborat. Nechi qoldiq qoladi? Adiba, Qo'shiq aytma. 33 7 ga bo'lsak, qirq nechi qoldiq qoladi? 47 ha 4 qoldiq. Hop. 4 kere 7 28. 33 dan 28 ni ayirsak 5 qoldiq qoladi, to'g'rimi? O'sha Adibani hozir darsdan chiqarib yuboraman. Agar yana bir marta mikrofonni yoqib qo'shiq aytadigan bo'lsa. Ustoz, men emas, meni kim aytyapti? Bo'lmasa mikrofonni o'chirib qo'y. Hammamizga eshitilyapti. Bu yoqda dars bo'layotgan bo'lsa. Farosatni ishlatamiz. Yo'qda ustoz xalaq beryapti-da darsga. To'g'ri. Xo'p, endi qoldiq agar bir chiqsa, biz buni dushanba degan bo'lardik. Qoldiq 5 chiqdi. Demak, qaysi kun bo'ladi haftani? 5. Juma. To'g'ri. Demak, javob juma ekan. Qani Muhammad Ali qaytadan bir tushuntirchi, nima bo'ldi hozir? Xullas aytyapti, futbol Nodirda kubik 3 kun turdi deyapti. Keyin xullas u 30 hafta Yo'q, 30 qayerdan keldi? O'ttiz qayerdan keldi? Muhammad Ali? haftani oxirida Mana aytay ustoz. Qani. Yoki boshqa o'quvchidan so'raymizmi? Imron, 30 qayerdan keldi? Imron mikrofonni yoqamiz. Ustoz, men aytay. Ha, Imron. Qo'l ko'tarding-chi? Bosilib ketgandir, ukam yonida edi-da. Adib aytadimi? Ustoz, men aytay. Men aytay, Adiba, ayt. ustoz. Ashula aytmasang bo'ldi. Buni aytsang bo'ladi. Chunki Nodir o'zini ham qo'shyapti. Jamoada 11 kishi bor. Uni olib tashlasa 10 kishi bo'ladi. Bir kishiga 3 kun shu kubikda olish ruxsat berilgan. Shuning uchun 11 dan bir dayrimiz Nodir olib tashlaymiz 10 ta bola bo'ladi. O'shani 3 kun deyapti. 3 ga ko'paytiramiz 30 chiqadi. Shu To'g'ri. Demak, 3 kun Nodir uyda turdi, undan keyin yana 30 kun boshqa futbolchi o'rtoqlarni uyda turdi, kubok. Jami 33 kun ketdi, o'sha 33 kundan keyin yana o'ziga qaytib keladi kubok, to'g'rimi? O'sha 33 endi nima qildik? Muhammad Ali davom et. keyin shu 33 ni 7 ga bo'ldik. Agarda Nima uchun 7 ga bo'ldik? 7 hafta. 7 hafta? Bir haftalik. Bir haftada 7 kun borligi uchun. Hop. Keyin agarda bu hozir biza 37 ni bo'ldik 7 ga 5 qoldiq chiqdi. Agarda bir qoldiq chiqqanda dushanba kuni to'g'ri kelardi. 5 qoldiq chiqqani uchun juma kuniga to'g'ri keldi. To'g'ri. Ajoyib. Hop, chatga qaraymizmi? Chatda lekin menimcha biz javobini topgandan keyin yozishni boshladi-da hamma. To'g'rimi? Qarovdim. Hop, bolalar, hammaga tushunarli bo'ldimi masala? Men boshidan aytdim, hafta kunlari degan mavzu ozgina chalkash mavzu bunda. Ko'pchilik adashishi mumkin, bu normal holat. Chunki sizlardan oldingi guruhlar ham aynan shu mavzuda ko'p adashgan, bundan keyingi mavzular ham yana oson bo'lib ketadi. Hafta kunlari ozgina adashtiradigan mavzu.
Davom etamiz. Bunda to'pushlarga o'qib bitirmaymiz, chunki javobini topganimizdan keyin ko'pchilik javob yozishni boshladi. Ne oldu ya? 17-si. 17-sini kim o'qiydi? Jaloliddin. Ustoz 17mi? Hozir. Quyidagi rasmda 2024-yil mart oyining kalendari aks etilgan. 2024-yil aprel oyida qaysi kunlar 5 martadan uchraydi? Hop. Qaysi haftani qaysi kunlari 5 martadan uchraydi? Mana dushanba necha marta bizada? 1, 2, 3, 4 marta uchrayapti. To'g'rimi? Ha? Qaysi haftani qaysi kunlari 5 marta uchrayapti? Seshanba. Yo'q. Yo'q, seshanbada ham mana 1, 2, 3, 4 taki. Juma, shanba, yakshanba. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Mana juma, shanba, yakshanbada yakshanba 5 martadan uchrayapti. Qani, bu faqat tezlikka edi demak. Kim birinchi javob bergan bo'lsa, o'sha juda tez fikrlagan bo'ladi. Meroshoh birinchi o'rinda. Yo'q, Meroshoh adashibdi. Meroshoh juda qattiq adashibdi. Juma, shanba, yakshanba kim yozgan? Birinchi o'rinda Sangina Xudoynazarova, tabriklayman. Ikkinchi o'rinda hech kim yo'qmi? Humoyun Hakimov ikkinchi o'rinda ekan. Va Oyjamol Abdunabiyeva 3-o'rinda ekan. Keyingi juma, shanba, yakshanba deb yozgan o'quvchilarimiz javobini bilgandan keyin yozishdi. Tezlikka ham ishlamaymiz bolalar. Shu masalan shartini mana qaranglar, hozir gaplashib turibmiz. Kimlardir sizlarning konkurentlaringiz 19 o'qib tayyor turibdi. Hozir chatga yozaman deb. Sizlar ham xuddi shunday bo'linglar. Qolganlar ham mana guruhda 17 kishi bor. Qarab turasiz 19 ga yozman, kim o'qishini aniqlayman, keyin u o'qib boshlaydi. Lekin vaqt ketyapti. Sizlar 19 ga tayyorlanib tursangiz bo'ladi. 19 kim o'qiydi? Humoyun Hakimov. Qolganlar yozamiz chatga. Avgust oyida 5 ta dushanba va 5 ta shanba bo'lsa, oyning 25-sanasi oyning 15-sanasi haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Xo'p. E'tibor qilamiz. Qaysi kundan boshlansa, masalan, juma kundan boshlandi mart oyi. Demak, katta ehtimol bilan aynan juma kuni 5 marta uchraydi agar oyning oxiri jumadan o'tib ketsa. Bizda 5 ta dushanba va 5 ta shanba bor ekan. Demak, dushanba oyning qaysi sanasiga to'g'ri keladi? Va shanba oyning qaysi sanasiga to'g'ri keladi? Shunda dushanba oyning birinchi sanasiga to'g'ri keladi. Birinchi sanasiga to'g'ri keladi desak, qani yozib chiqamiz-da. Hozir nimani tuzamiz? Kalendar tuzamiz o'zimizda. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Xo'p, dushanba kuniga birinchi sanasini qo'yamiz. To'g'rimi? Ha. Qolganini endi yozib chiqish kerak bitta-bitta. Erinmagan odamlar burada. 1, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Qaysi oy deganida? Avgust oyi ekan. Avgust oyida nechta kun bor? Avgust oyida 30 kun, 30. 30. Avgust. Yo'q. 31 ustoz, 31. 31. 30 bo'lsa 31 bo'ladi albatta. 30, 31. 11 bo'lib qoldi ustoz. 11 bo'lib qoldi ustoz. Yaxshi, demak e'tibor qilyapsizlar.
Xo'p, 5 ta dushanba va 5 ta shanba bo'lsa deyapti. Endi bizada hozir tuzgan kalendarimizda nima bo'ldi? Ustoz, 5 shanba ta 5 ta dushanba bormi? dushanba, 4 ta shanba bo'lib qoldi lekin. Lekin 5 shanba ta 4 ta bo'lib qoldi. Demak, oyni boshlanishi shanbadan deb olishimiz kerak ekan. O'shanday qilib ko'ramiz endi. Qani bularni hammasini o'chiraylikchi. Shanbadan boshlaymiz. Ketdikmi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Endi sanab ko'raylikchi. 5 tadan to'g'ri keldi ustoz. endi Shanba 5 kuniga tadan 5 ta to'g'ri keldimi? Ha, Ha ustoz. bunisi Xo'p, dushanbaga ham dushanba to'g'ri kuniga keldi. esa 5 ta Ha. to'g'ri keldi. bo'ldi, hammasi yaxshi. Endi savolga javob berishimiz kerak. Oyning 15-sanasi haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi? Payshanba kuniga to'g'ri keladi ustoz. Demak, oyning 15-sanasi qani 15 qanday payshanba? Shanba Mana ustoz, ustoz. shanba. Shanbaga ekan. Shanba-ku. Shanba ustoz. Demak, javob shanba. Ana endi chatga qaraymiz. Yehe, hamma har xil variant yozib tashlabdi-ku. Shanbani ko'ramiz. Qani kim shanba deb yozibdi? Xo'p. Muhammad Ali nimaga o'chirib tashlading yozganing? Tagida lekin shanba turibdi. Xo'p, tagidan yozmanglar bolalar, отдельно yozinglar. Agar yozish bo'lsa, qaytadan yozinglar. Bo'lmasa hisoblanmaydi. Bu ham shu yozilganini to'g'rilashga kiradi. Demak, shanbada birinchi Bibinisa javob beribdi. Tabriklayman, birinchi o'rinda. Eng tez javob bergan o'quvchimiz Bibinisa ekan. Rahmat ustoz. Ikkinchi o'rinda Sangina Xudoynazarova, tabriklayman. Sangina 1954 da yozgan bo'lsa, 1954 da Mironshoh ham yozibdi. Mironshoh ham ikkinchi o'rinda. Va uchinchi o'rinda Shahboz Tursunboyev ekan. Shahboz Tursunboyev. Mana top uchlaridagi o'quvchilarimiz. Undan keyingi javob bergan aktiv o'quvchilarimiz bu Ilhomiddin Sardorbek, Bibinisa Oyjamol, Noila, Mahdi Karabayev. Ozgina tezlik ustida ishlasangiz, sizlar ham top uchtalikka kirasizlar. Tak. Adiba va eng oxirgi javob bergan Oqila ekan. Qolgan o'quvchilarimiz chatga yozishmayapti. Nima, uyalyapsizlarmi bolalar? Xato bo'lsa ham yozaveringlar. Chatga yozish bepul-ku. Davom etamiz. 21-sini kim o'qiydi? Ilhomiddin Sardorbek. Ustoz. 21 o'qiymiz. Qolganlar chatda aktivlik ko'rsatamiz. Qani maksimum aktiv bo'laylikchi. Haftaning dushanbasini bo'lsa, shu yili 9-may haftaning qaysi kuniga bo'ladi? Birinchi Nima qilamiz? 12-mart dushanba bo'lsa, 9-mart qaysi kuni bo'ladi deyapti. Xo'p, birinchi 12 martdan 9-maygacha necha kun borligini bilib olaylik. Demak, mart tugashiga necha kun bor? Mart nechinchi sanasidan qaytadi? 31. Yanvar, fevral, mart 31.
Demak, 31dan ayiramiz 12ni. 31dan ayiramiz 12ni teng 9 bo'ladi. 9. Yo'q, 19. 19. Xo'p. Demak, mart oyining tugashiga hali 19 kun bor. Martdan keyin qaysi oy keladi? Aprel. Xo'p, aprel oyida necha kun bor? 30. 30 kun bor. Demak, hozirgi mana 19 kunga 30 kunni qo'shdik va uning ustiga yana 9-may. Apreldan keyin may keladi, to'g'rimi? Ha. Yana 9 qo'shamiz. 58. 58 bo'ladi. 58. Endi nima qilamiz? Endi 58da Hafta kunini bilish uchun 7 ha, to'g'ri. Aytaver. 7 bo'lamiz. To'ppa-to'g'ri. 7 ga bo'lamiz. Necha qoldiq chiqadi? 8,2. Hozir mana 8 bo'lsa 2 qoldiq chiqargan, to'g'rimi? 8. Endi qara, boshida dushanbadan boshlangan. Dushanba bu 1 edi, o'zi to'g'ri, mana 1 dushanba deb qabul qilsak, 2 nima bo'ladi shunda? 1 dushanba desak. Seshanba. Seshanba bo'ladi. Bo'ldi. Javobini topdik. Demak, javob seshanba ekan. Qani endi Ilhomiddinov Sardorbek 21 ni qaytadan tushuntirib berchi? Martda 31 kun bor. Martda 31 kun bor. Shuning uchun 31dan 12ni ayiramiz. 12-mart deb qo'ygan haftaning dushanba kuni. 12-mart haftaning dushanba kuni ekan. Ikkovini ayirsak 19 chiqadi. Keyin shu yili 9-mart haftaning qaysi kuni bo'ladi dedi. Keyin esa 19 hammasini qo'shib chiqsak 30 plus 9 bo'ladi. 30 qayerdan keldi? Ustoz 35 aprelda oyi oxirigacha. Xo'p, davom etamiz. Keyin 9-may oxir 9-may deb qo'ygan, shunga 9 ni qo'shamiz, keyin 58 chiqadi. Buni endi qaysi kunligini bilib olish uchun 7 ga bo'lamiz. 58 ni haftaga 7 ga bo'lsak teng 8,2 javobi chiqadi. Keyin uni hafta kuniga uni qilib olsak, to'g'rilasak shanbaga kelib chiqadi. Demak, o'zi mana dushanbadan boshlangani uchun 2 ni seshanba dedik. Masalan, o'zi seshanbadan boshlansa, biz 2 ni chorshanba degan bo'lardi. To'g'rimi? Xo'p, endi chatga qaraymiz. Qani kim birinchi o'rinda javob beribdi? Yechimi bilan yozganlarni qabul qilasiz? Endi buni eng oxirgi yechimini yozsa, nimadir yozilishi kerak javobidan tashqari. Shunchaki javob yozilsa, qabul qilmaymiz. Lekin aktivlik juda katta, o'quvchilar ko'z tegmasin. Avvalgidan ancha yaxshi. Men даже qayerdan boshlanganini ham bilmay qoldim mana. Xo'p. Hozir Ilhomiddinov Sardorbek o'qigan bo'lsa, shu Sardorbek man degandan keyin boshlangan, to'g'rimi? Hozir qarachi. Man deganni Aktivlikni oshirib yuboribsizlar-ku. Mana topdim. 19:50 da boshlagan ekanmiz. birinchi odam juma kuni deb boshlabdi. Birinchi Meroshoh seshanba deb yozdi, ikkinchi Sangina. Bo'ldi, men topa oldim mana. Xo'p, javob bitta bo'ladi o'zi aslida. 9-may haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi?
Javob seshanba. Dushanba va seshanba desa baribir xato bo'ladi. To'g'rimi? Bizga faqat seshanba degan javob kerak. Demak, Mironshoh javobini qabul qila olmaymiz, chunki bu qisman to'g'ri. Qani, aniq seshanba degan o'quvchi bormi bizda? Humoyun Hakimov juma, shanba, yakshanba debdi. Qanday qilib 9-may ham juma, ham shanba, ham yakshanba bo'lishi mumkin? 9-may bir kun-ku, demak haftani bir kundan aytish kerak. Seshanba degan javob men qidiryapman, hali ham topa olganim yo'q. Dushanbalar ko'p ekan bizda. Hop. Mironshoh birinchi Muhammad olgan-ku. Ali. Muhammad Ali. Ha, yetish kerakmiz. Seshanba birinchi o'rinda Mironshoh baribir javob beribdi. Undan keyin ham. Demak, Mironshoh birinchi o'rinda. Ustoz Tabriklayman. ma'lum. Muhammad Ali Ikkinchi ham. o'rinda Muhammad Ali ekan. Bir xil vaqtda javob beribdi Mironshoh bilan. Muhammad Ali ham birinchi o'rinda. Bibiniso ham birinchi o'rinda. Demak, Mironshoh, Muhammad Ali, Bibiniso bir xil vaqtda 19:59 da javob beribdi. 3 kishi ham birinchi o'rinni egalladi. Keyingi o'quvchimiz 20:00 da javob bergan seshanba deb. Jaloliddin ikkinchi o'rin. Jaloliddin bilan bir xil vaqtda Oyjamol. Faqat Oyjamol payshanba debdi. Xo'p, Sangina Xudoyazarova to'ppa-to'g'ri javob bergan ikkinchi o'rinda va 3-o'rinda Shahboz Tursunboyev ekan. Oyjamol Abdunabiyeva ham 3-o'rin. Firdavs Qurbanov ham 3-o'rin. Shirin Qahramonova ko'rsatmasa mana bor ekan-ku, o'quvchilarimiz yozsa bo'lar ekan-ku. Mana 3-o'rinda Shirin Qahramonova ham yakunlab berdi. Keyingi aktiv o'quvchilarimiz bu Noila, Imron to'ppa-to'g'ri javob bergan. Yana Humoyun Hakimov va bo'ldi. Undan keyin biz javobini aytib berdik. Undan keyingi javoblarni qabul qilmayman. Davom etamiz. 23-savol. Kim o'qiydi? Jaloliddin. 23-nimi ustoz? Ha, qolganlar chatga yozamiz bolalar. Quyidagi jadvalda 4 ta o'quvchilarning aytgan gaplari ko'rsatilgan. Agar o'quvchilarning 3tasi rost va qolgan bittasi yolg'on gapirgan bo'lsa, kim yolg'on gapirgan? Nodira 2 kun keyin dushanba, Nozima 5 kundan keyin payshanba, Mirzabek 4 kundan keyin payshanba, Mirkomil 17 kun oldin chorshanba edi. Ustoz. Xo'p. Demak, 4 o'quvchi aytgan gaplar ko'rsatilgan, 3tasi rost, bittasi yolg'on gapirgan. Kim yolg'on gapirganini topishimiz kerak. Nima qilamiz? Jaloliddin, ideya bormi? Bugungi kunni bilib olaylik. Mana Nodira to'g'ri gapirdi deb tasavvur qilamiz. Qaranglar. Agar shu tasavvurimiz noto'g'ri bo'lsa, agar noto'g'ri tasavvur qilgan bo'lsak, agar Nodir aldayotgan bo'lsa, yolg'on gapirayotgan bo'lsa, mana bu 3 ta odam ham gapi noto'g'ri bo'lib chiqadi. Unda 3 kishi aldayapti, faqat Nodir to'g'ri gapirayotgan bo'ladi. Lekin sharti bo'yicha 3 kishi to'g'ri, 1 kishi aldayapti degani uchun biz teskarisini shundan bilib olamiz. Demak, Nodir aldayotganini. Hozir ko'ramiz. Qani? Xo'p, Nodir 2 kundan keyin dushanba debdi. Bugun qaysi kun bo'ladi shunda? Bugunimiz shanba. Bugun Shanba bo'ladi. 2 kundan keyin, bugun shanba bo'ladi. Shanba bo'ladi. Agar bugunni shanba desak, 5 kundan keyin payshanba deya olamizmi? Yo'q. Yo'q. Xo'p, 4 kundan keyin payshanba desak bo'ladimi? Ha. Mas. Qanday? Bugun shanba bo'lsa, 4 kundan keyin payshanba bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. 5 kundan keyin bo'ladi. Xo'p. 17 kun oldin chorshanba edi. 17 kun oldini bilish uchun 17 ni 4 ga bo'laylik, 7 ga bo'laylik. 17 ni o'rniga uni qoldig'ini yozamiz. 17 ni 7 ga bo'lsa necha qoldiq chiqadi? 3.
Qani 17 ni o'rniga 3 ta tasavvur qilsak ham bo'ladi. Demak, 3 kun oldin chorshanba edi. Agar bugun shanba bo'lsa, 1 kun oldin juma, 2 kun oldin payshanba, 3 kun oldin chorshanba. Bu to'g'ri bo'lyapti. 5 kundan keyin balki payshanbadir. Shuni bir yaxshilab hisoblab ko'rish kerak. Bugun shanba bo'lsa. 5 kundan keyin Ha, bugun payshanba. shanba. 1 kundan keyin yakshanba, to'g'rimi? Keyin 4 kundan keyin 2 kundan keyin payshanba. dushanba. 3 kundan keyin seshanba, 4 kundan keyin chorshanba, 5 kundan keyin payshanba. To'g'ri-ku? Demak, mana bu noto'g'ri, biz minus qo'yamiz. Bu to'g'ri ekan. Bu ham to'g'ri. Demakki, boshida Nodir o'zi to'g'ri gapirgan deb tasavvur qiluvdik. Shundan kelib chiqadiki, bizning javobimiz nima? Payshanba deyilgan ustoz. Kim Payshanba yolg'on deyilgan gapirgan? Nodira, Nozima, Mirzabek. Yolg'on gapirgan bu Mirzabek. Mirzabek. Bo'ldi, mana bilib oldik. Endi chatga qaraymiz. Hozir buni qaytadan tushuntirib berasan, Jaloliddin. Tayyordir? Hop. Qani Mirzabek deb javob bergan. Birinchi o'quvchimiz bu Mironchoq ekan. Hozir qaytadan tushuntirishi balki men Mironchoqdan so'rarman. Qani Mirzabek deb javob bergan o'quvchilari xohlagandan qaytadan tushuntirib ber deyishi mumkin. Shuning uchun javob berganda mas'uliyat bilan javob beringlar, bolalar. So'rasam tushuntirib bera olmasangizlar qabul qilinmaydi. Birinchi o'rinda Mironchoq, ikkinchi o'rinda Muhammad Ali va uchinchi o'rinda Ilhomiddinov Sardorbek ekan. Tabriklayman. Keyingi aktiv o'quvchilarimiz o'zi aslida bir xil vaqtda javob bergan, bu to'p uchtalikka kiradi. Bu Bebenison, Sangina Xudoynazarova, Oqila, Oyjamol, Shahboz Tursunboyev to'ppa-to'g'ri javob beribdi. Humoyun Hakimov молодец. Shahboz Tursunboyev. Qani, Noila. Oxirgi to'g'ri javobni Noila beribdi. Undan keyin Firdavs Qurbanov bilan Nodira javob beribdi, lekin o'sha vaqtda biz javobini aniqlab bo'lgan edik. Qani shuni bir kim tushuntirib beradi qaytadan? Men. Ha, ustoz. Men tushuntirib bering. Qani Humoyun Hakimov tushuntirib bersinchi? Ustoz, Nodir 2 kundan keyin dushanba dedi. Demak, 2 kundan keyin dushanba bo'lsa, dushanba bo'lishidan oldin shunda shanba bo'ladi. Shanbadan 2 kun keyin dushanba keladi. Hop. Keyin Nozim 5 kundan keyin payshanba keladi dedi. O'shanda shanbaga yana 5 kun qo'shsak payshanba bo'ladi. Mirzabek 4 kundan keyin payshanba bo'ladi dedi. Hop. Shanbaga 4 kunni qo'shsak chorshanba bo'ladi. Buni gap xato. Mirkomil 17 kun oldin chorshanba edi dedi. 17 kun. Buni shunda 2 haftaga 3 kunni qo'shamiz. Demak, 17 ni o'rniga biz 3 deb yozib qo'ydik. Nima uchun? 3 qayerdan keldi? 3? Ha, 17 ni o'rniga 3 deb yozib qo'ydik-ku. Mana 17 ni ustiga 3 deb yozilgan, qara. Qayerdan yozdik shuni 3'i? Bu 3 haftami? Yo'q, 17 kun 3 hafta emas-ku. Qani kim aytadi? Uchinchisida Mirzabek turibdi. Yo'q, u uchun 3 deb yozmadik-ku. 17 ni o'rniga nima uchun deb tasavvur qildik? 17 bo'lamiz 7ga. 7 ga bo'lamiz 17 ni, to'ppa-to'g'ri. Agar 7 ga bo'lsak, qoldiq 3 chiqadi. 2 haftaga 3 kun. 3 kun bo'ladi ustoz. 2 haftaga 3 kun bo'ladi. To'ppa-to'g'ri.
Demak, mana qaranglar, bugun 17-mart, tasavvur qilinglar. 50 kundan keyin haftani qaysi kuni bo'ladi desa, 50 kundan keyin mana bugun dushanba, to'g'rimi? 50 katta son, biz shu katta sonni kichraytirmoqchi bo'lsak, 7 ga bo'lib, o'rniga qoldiq tasavvur qilamiz. 57 ga bo'lsak necha qoldiq chiqadi? 1. 8. 1. 1. 1 to'g'ri. 49 da 7 kere 7 49 ku. Demak, 50 kundan keyin degan gapni o'rniga biz 1 kundan keyin deb tasavvur qilamiz. Demak, 1 kundan keyin haftaning qaysi kuni? 1 kundan keyin. Bugun dushanba, 1 kundan keyin Seshanba. 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 Demak, 50 kundan keyin ham seshanba bo'ladi. Tushundingizmi? Ha. Ha. Mana juda ham zo'r, oson usulida bu. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Demak, men kimlar to'g'ri javob berganini o'qib berdim. Yaxshi, mana tushuntirib berishdi qaytadan. Agar savollar bo'lsa aytinglar, men yana bir marta tushuntirib beraman. Savol bo'lmasa keyingisiga o'tamiz. Savollar bormi, bolalar? Keyingisiga o'taylik. Yo'q. 25-si yulduzchalik masala ekan. Bu degani qiyin masala degani. Undan keyin mana tanqidiy fikrlash masalalarimiz boshlanib ketar ekan. Yulduzchalik masalani kim o'qiydi? O'ziga ishonganlar. IQ dars Meronjon. bo'ladimi? O'qiy. IQ dars bo'ladi bugun. Ali faqat haftani chorshanba, juma va oyning juft kunlari mushugini sayrga olib chiqadi. Ali yanvar oyida ko'pi bilan necha kun mushugini sayrga olib chiqishi mumkin? Siz kalendar chizsagan bo'ladimi? Bo'ladi. Birinchi kunni chorshanba qilamiz. Xo'p, hozir. Eng ko'pi Hali bilan faqat degan haftaning chorshanba bilan chorshanba, juma va oyning juft kunlarida juft kunlari. sayrga olib chiqar ekan. Xo'p. Yanvar oyida necha kun bor? 31. 31. Xo'p, haftaning oy birinchi kunini mayli chorshanba deb tasavvur qilaylik. Eng ko'pi bilan Mana juma va kalendar yozib chiqamiz hozir mana. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, shanba va yakshanba. yakshanba. Xo'p, chorshanbadan boshlaymiz. Chorshanba Mana yashil 1, rangda yozaylik shuni, chiroyli bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Qani qolganlar chatda ijod qilamiz. o'ttiz 31 deganda to'xtadik. Ha. Endi qizil rang bilan belgilab chiqamiz. Demak, chorshanba va juma kunlari olib chiqadi. Chorshanba kunlarini Chorshanbalari hisobladik. belgilaymiz. Mana Jumalar- chorshanbalar, mana jumalar. Endi juft Va kunlar oyning juft kunlari. Juft kunlari 2, 4, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30. Endi sanab chiqsa nechta ekan? 21. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. To'ppa-to'g'ri. Juda ham oson. Juda ham oson ishlab qo'ydik. Yulduzchalik masalani, bolalar. Demak, javob 21 kun ekan. Chatga qaraymiz. Xo'p, 20 kun chiqibdi, oqilada 1 kun yetmay qolibdi. Ustoz, o'sha 1 o'rniga 0 yozilib ketdi. Bo'p turadi, mayli. Xo'p, oqila 20 kun deb yozib. 21. Demak, bu javobini eshitgandan keyin yozaman deysizlarmi 21 ni? Yo'q, ustoz, men Shabosh oldin yozdim. Tursunboyev. Demak, qaranglar, bir xil vaqtda yozibdi. O'quvchilarimiz birdan gamaga ijod kelibdi 21 kunligi. Shabosh Tursunboyev, Firdavs Qurbanov, Bibiniso, Adiba, Noila, Sangina Xudoyanzarova, Oyjamol, Ilhomiddin Sardorbek, Firdavs Qurbanov, Jaloliddin, Humoyun Hakimov va Nodira. Nodira 2 marta bo'lib ketmadimi?
Noila ekan u. Mana shu o'quvchilarimiz o'ta katta aktivlik ko'rsatishdi. Joyida yozib qo'yishdi. Qolganlar даже o'shani ham yozgani yo'q. Endi Ustoz, tanqidiy fikrlash masalalariga o'tamiz. O'quvchilar. yaxshi ko'raman. Ustoz, man o'qiy. Kim shu kun umuman o'qimadi? Imron o'qidimi? Imron. Yo'q, ustoz Imron? o'qimadim. Ustoz, Birinchisini o'qiymiz Imron. Ne'matulloh bir oy mobaynida qo'shimcha dars qilish uchun 300 ta yangi masalasi bor kitob sotib oldi. Hop. Agar kuniga 10 tadan masala ishlasam, 30 kunda 300 ta masala ishlay olaman. Demak, istalgan oyning birinchi kunidan bu kitobni ishlay boshlasam, shu oyning o'zida bu kitobni tugata olaman. Dedi, shunaqa deb o'yladi. Hmm. Hop, endi quyidagilardan Imron o'qishda davom etamiz. Quyidagilardan qaysi biri Ne'matullohning fikrlashida xatolikni ko'rsata oladi. Xo'p, demak, qani o'zing so'zlaring bilan Imron bir tushuntirib berchi, nima savol beryapti? Javob to'g'ri ustoz. Chatga yozamiz. Ozman so'rab boshlayman bitta-bitta. Ustozning nimaga qaydan kelganligini ham yozdim. Demak, bitta kitob sotib olibdi Ne'matulloh, to'g'rimi, Imron? Imron, meni eshityapsanmi? Xo'p, bitta kitob sotib olibdi, 300 ta masalasi bor ekan. Kuniga 10 tadan ishlasa 30 kun ketadi. 300 ni 10 ga bo'lsak 30, to'g'rimi? Xo'p, agar istalgan oyi birinchi kunidan boshlasam, shu kitob ishlashni shu oy o'zida tugatar ekanman, deyapti. Bu fikrlashi har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Qayerda xato bo'ladi? Xo'p, kim javob beradi? Xohlovchilar bormi? Men. Ustoz, men aytay. Qani, sangina. Men. Sangina Xudoyazarova. Ustoz, men chunki ba'zilar 28 yoki 29 kundan qaytishi mumkin. Fevral oyi. Fevral oyi 28 ha, to'ppa-to'g'ri. Demak, fevral oyida agar boshlasa, martga o'tib ketadi, lekin kitobni tugata olmay qoladi. Demak, to'g'ri javob bergan birinchi o'rindagi o'quvchimiz Sangina Xudoyazarova. Xuddi o'sha vaqtda javob beribdi Oyjamol va Mironshoh. Demak, Sangina, Oyjamol, Mironshoh birinchi o'rinda ekan. Keyingi o'quvchilarimiz Bebiniso, Oqila, Shahboz Tursunboyev va Ilhomiddin Sardorbek. Sardorbek ozgina mana edited o'zgartirish kiritibdi, shuning uchun hisoblamaymiz. Qaytadan yozish kerak. Ana dini nuqta qilib yubordim-da, ana shuni men mana shunaqa qilib qo'ydim-da. Hammasini ajratib o'zgartirilsa qabul qilamiz-da, kelishuvdik-ku. Xo'p, Muhammad Ali to'ppa-to'g'ri. Yana kim deb javob bergan? Seni ko'rdim, beni ko'rdim. Jaloliddin to'ppa-to'g'ri javob bergan. Noila, Humoyun va Firdavs Qurbanov ekan. Qolgan o'quvchilar nimagadir yoki javob beribdi. Ikkinchi tanqidiy fikrlashga doir masalamiz. Ikkinchisi o'qiydi.
Yo'q, o'qimadi man umuman. Umuman o'qimaganlar. Ustoz, man o'qiy. Man o'qiy, Oqila. ustoz. Oqila o'qimadingmi hozirgacha? O'qidim. Ya, Man o'qiy, o'qimaganlarga ustoz. imkoniyat beraylik. Ustoz, yana o'qiy, bir Noila. marta o'qidim man. Qani Noila o'qiydi. Ma'lumki, faqatgina Kabisa yilida fevral oyi 29 kundan iborat bo'ladi. Shuningdek, 21-asrda barcha to'rtga bo'linadigan yillar Kabisa yili bo'ladi va boshqa yillar Kabisa yili bo'lmaydi. Endi Nodir bilan Erkinning fikrlarini o'qiymiz. Nodir, demak, biror bir yil to'rga bo'lganimizda qolsa, o'sha yil Kabisa yili bo'lmaydi. Agar qaysidir oyda 29 kun borligini ko'rsangiz, demak, u Kabisa yili bo'ladi. Kimning fikri to'g'ri? Ustoz, Hop. Chunki ikkalasiniki ham to'g'ri. Yo'q, men unday deb o'ylamayman. Qaysidir oyda deyapti. Bu yoqda so'z o'yini ketyapti bolalar. So'zlarga e'tibor qilamiz. Yo'q, Nodirning gapi to'g'ri. Nodirning gapi to'g'rimi? Xo'p, agar Nodirning gapi to'g'ri bo'lsa, nima uchun Erkinning gapi noto'g'ri? Ana bitta fikrlarda to'xtalib o'taylik-da. Agar qaysidir oyda 29 kun borligini ko'rsangiz, demak, u Kabisa oyi bo'ladi, deyapti. Hamma oyda 29 kun bor, shunga. Sen nima deyapsan? Masalan, sentabr oyida 29 kun bor, to'g'rimi? Demak, shu yil Kabisa yilimi? Yo'q. Bor. Qaysidir degan. Biz faqat fevral oyini tekshirib ko'ramiz. Qaysidir oy emas, chunki hamma oyda 29 kun bor. Aslida qaraganda yanvarda 29 kun bor, to'g'rimi? Mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentabr, oktyabr, noyabr hamma oylarda 29 kun bor va undan ko'p ham kun bor. 30 kun bor, ayrimlarda 31 bor. Demak, shunaqa so'z o'yini qilib beriladigan savollar bo'ladi, o'quvchilar, e'tibor qilinglar. Bir yilda nechta oyda 28 kuni bor deb so'raydi. Hamma oyda. Fevral deydi, lekin hamma oyda 28 kun bor. Xuddi shunga o'xshagan holati Erkinda. Demak, Erkinning gapi noto'g'ri. Agar qaysi oyda 29 kun bo'lsa, u Kabisa yili bo'lavermaydi, chunki hamma oyda 29 kun bor aslida. Nodir gapini ko'ramiz. Demak, biror bir yilni, Nodir aytayapti, biror bir yilni to'rga bo'lganingizda qolsa, o'sha yili Kabisa yili bo'lmaydi, deyapti. Demak, qolmasa, u Kabisa yili bo'ladi, to'g'rimi? Demak, kim gapi to'g'ri ekan? Nodirning gapi to'g'ri. Hisobga olamiz. O'zi aslida 21-asrda deb aytgan-ku, shu 21-asrda deb Nodir ham nazarda tutib aytyapti, shu uchun uning javobi to'g'ri bo'ladi. Bo'ldi. Bolalar, demak, chatga qarab turamiz. Chatga qarab aktiv bo'lib turamiz, chunki IQ darsi boshlanishi kerak bu darsimizdan keyin. Ustoz, Zoom'ga qarang, kim yozibdi Zoom'ga? Chatga. Hozir mana shunday uygasdan tashlab qo'y. Bo'ldi, uygasda guruhga tushdi. Kanalga. Ustoz, mana shuni videosini ham qayerdan topsa bo'ladi? Videosini ham o'zim tashlab qo'yaman. O'zim guruhga tashlayman videosini. Ha, rahmat. Qani chatga qaraymiz endi. Javob to'g'ri edi, Ha?
Hop. Demak, birinchi o'rinda A deb javob bergan Muhammad Ali ekan. Tabriklaymiz. Muhammad Ali eng chaqqon, eng tez va to'g'ri javob bergan. Ikkinchi o'rinda Noila ekan. Ikkinchi o'rinda Noila va uchinchi o'rinda Shahboz Tursunboyev. Qolganlarchi ustoz? Qolgan to'g'ri javob bergan o'quvchilarimiz sanab o'tamiz. Firdavs. Firdavs Qurbanov. Молодец. Bir xil vaqtda javob beribdi o'zi Noila bilan birga. Hop, yana keyin. Ilhomidov Sardorbek, to'ppa-to'g'ri. Yana ustoz mayda Firdavs. Miranshoh to'ppa-to'g'ri javob beribdi. Undan keyingi to'g'ri javob Sankina Xudoyanazarova. Молодец. Nodira to'ppa-to'g'ri. Humoyun Hakimov. Bebiniso Jaloliddin Oqila. Bular endi Oyjamol eng oxirida javob beribdilar. Bu javobini bilganimizdan keyin yoki undan oldin edi. Oyjamol menimcha javob bilgandan keyin yozdi. Mana kimlar ismini aytgan bo'lsam, o'sha to'ppa-to'g'ri javob bergan. Iloji boricha chaqqonroq, tezroq birinchi bo'lib javob berishga harakat qilinglar bolalar. Lekin o'tgan darsdan ko'ra bugungi darsda ko'pchilik aktiv bo'ldi. Shuning uchun hammalarni aktiv sanab bering, kimlar aktiv bo'lganlar bugungi eng ko'p aktiv bo'lgan o'quvchilarni aytaymi? ha eng ko'pi. Xo'p, eng ko'pi mani esimda qolganlarni aytaman. Agar esimdan chiqib qolgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar. Muhammad Ali ko'p uchradi bugun. Bibiniso, Ilhomidov Sardorbek, Miranshohdan ko'p kutuvdik, lekin Miranshoh mana avvalgi darslarda zo'r aktiv edi. Bugun 2-3 marta top ishtalikka kirdi tamom, nimagadir. Hop, Sangina Xudoyanazarova, Shahboz Tursunboyev, молодец. Oqila o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi bugun. Nima deysan? Men kechqirib qoldim-da. Mana sabab o'shanda ekan demak. Yana top o'quvchilardan Humoyun Hakimov bo'ldi. Birinchi o'rinda menimcha bugungi kunimizning qahramoni bu Muhammad Ali bo'lsa kerak. Qani keyingi darslarda aktivlik kutamiz. Hozirgi bo'ladigan IQ darsda bolalar. Kim birinchi bo'lib javob bersa, IQ darsda bilasizlar, undan so'raydi qayerdan keldi deb. Agar qayerdan kelganini ayta olmasa, unda keyingi ikkinchi o'rinda javob bergan o'quvchiga o'tiradi. Agar kim yozgan javobini tushuntirib bersa, o'sha nechida boshlanadi? 10 ming so'm mukofot pulini yutib oladi. Bolalar savollar bormi? Nechida boshlanadi? Xo'p, 5-10 minutlardan boshlanib qoladi. Shuning uchun qarab turinglar, guruhda ssilka paydo bo'lgandan keyin o'sha ssilkaga bosib o'ta olasizlar. Yana savollar bormi? 8 minut, 5 minut qoldi yozaverishadi. Tushunmadim. Hamma gruppaga 8 minut, 5 minut qoldi deb yozaverishadi. Keyin ko'rinmaydi hech kimga. Dars boshlanmadi deb yozaverishadi. Bolalar, jim turinglar. Yozish shart emas, голосовой yoki haligi stikerlar tashamanglar. Agar kimdir juda ham ko'p yozadigan bo'lsangizlar, o'sha Zoom ssilkasini tashlaganda yo'qolib ketishi mumkin orada. Keyin ko'pchilik topa olmay qolishi mumkin. O'sha uchun bugun administratorlar bilan ko'rishib gaplashib, sizlarni yozishlaringizni ham kontrolini men to'g'rilab olaman hali. Голосовой tashlash mumkin emas qilib qo'yaman, stiker tashlash mumkin emas qilib qo'yaman. Har yozganingizdan keyin taymer bo'ladi. Bitta SMS tashlagandan keyin 3 minutgacha boshqa yoza olmaydigan qilib qo'yaman. Bunga o'zlaringiz sababchisizlar bolalar, chunki juda ham SMS-dan to'lib ketyapti chat. Savollar boshqa yo'qmi? Yo'q. Hammaga xayr bolalar. Keyingi darsda ko'rishguncha, IQ darsida omad sog' bo'linglar. Rahmat.